Qushparvozi balandligida biz sizlarga bugun Armada zavodining qanchalik kattaligini ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganlaringdek juda ham masshtabi katta, yana bir zo'r tarafi 24/7, ya'ni X-men bo'lib ishlashadi. Ko'rib turganlaringdek bu zavodimizda butun O'zbekistonga yetadigan paltarashka g'ishtlar, hozirgi paytda eng urib bo'layotgan paltarashka g'ishtlarni ishlab chiqarishadi. Kuniga bemalol iste'molchilarni xohishini qondirib berishadi. Ko'rib turganlaringdek Turkiya hamda Xitoy bilan совместный bo'lib ochilgan bu zavodimiz O'zbekistonda sanoqli bo'lgan, ya'ni 2-3 ta bo'lgan zavoddan bittasi Andijondagisi bo'ladi. Endi video davomida ko'radigan bo'lsangiz, narx-navolari, g'ishti sifatini sizlar bilan bir boshdan ko'rib chiqamiz. Videoni boshida bittadan like bosib ketishlarini so'rab qolamiz. Ketdik. Akalar, bu xuddi o'sha balandlikda ko'rgan zavodlarning mana ichidan ko'rinishi. Hozir mana shu bashi qanaqa g'ishidi? Paltarashka. Paltarashka g'ishtimizni yuklash jarayoni bo'ladi. Mana bitta o'zingizlar muhofaz berasizlar. Bunqanday ovozim. Razmerlari necha endi buni bitta ma'lumot beraylik. Razmeri 808 12 25 bo'ladi. Aha. Xo'p. Standart g'ishtdan ustun tarafi standart g'ishtdan 30 mingta ketadigan joyga bundan 25 mingta ketadi. Ha. Ham vaqtdan, ham narxidan yutadi aka. Yana bitta zo'r tomoni bor aka. Mana qarang, uyga mobilni mashina qo'ysangiz, uyingizga tashqi fasadga remont qilishingiz shart emas. Mana bitta qo'yasiz, bitta g'isht bilan ikkita muammo. Ham uyingiz ko'tariladi, ham fasadingiz bitadi. Shunaqa aka. Keyin bu haroratni bir xil ushlab turadi. Keyin bu shumni ichiga yutadi. Bu maxsus teshiklar bor. Teshiklar, ha. Endi bizga agar aytib o'tgandek Armada zavodiga kelganmiz, batta kuniga 500 mingtadan oshiq shunaqa pishiq g'isht, fasadli g'ishtlar ishlab chiqaradi. Paltarashkalar. To'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, kunlik quvvatimiz nechta batta? Ko'rib turganingizda yuklash jarayonimi bat endi? Yuklash jarayoni aka, mana naval holatda yuklanyapti. Naval holatda ham mana taglab yuklanadi aka. O'z tashlab qo'ymaydi. Narxi 2 xil bo'lar ekan. Navalda boshqacha, upakovkada boshqacha. Naval holatda 1100 so'm, pachka holatda 1150 so'm aka. Pachkasida 520 dona bo'ladi mana. Pachkali holat 520. Naval holatda ko'pchilik sinib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, samasval to'kkanda sinib ketmaydi aka. Xuddi shu holatda taglanadi, ya'ni bu ya'ni ustun qilib, besparatga qilib tashalmaydi mana. Yo'q. Hammasi bitta-bittadan terib chiqiladi naval holatida. Endi bag'i pachkali holati. Pachka holati aka. Paltarashga g'ishtlarda mashina bo'lib mana mashinaga yuklanadi. Inson omili juda kam. Bu tomonida mana rangini ham ko'rsa bo'ladi aka mana. Kali nima uchun qo'shiladi deganlarga mana. Rangini cho'tga qilib beradi, qirralari mana ancha-munchaga uqalanib ketmaydi. Mana. Hamma jami millimetrgacha mustahkam bo'ladi, har bitta millimetr. Ovozi chinni deb bo'lib chiqadi. Bu rosa ham pishgani uchun pechka ham maxsus pechka bo'ladi. Terilgandan keyin qancha turadi bular? Qo'yil holatida 1 soat turadi aka. 1 soat turadi. Mana xuddi shunaqa bo'lib upakovka bo'ladi. Maxsus pressda upakovkada uylariga yetib boradi. To'g'rimi? Shunaqa aka. Xo'p, batda faqat mana shunaqa fasadli g'ishtlarni paltarashga yo boshqasi ham bormi? Hozirgi paytda endi Armada deysa odamlar katta zavod tushunadi. Bitta bundan emas, boshqasidan ham. Hozirgi paytda standart g'isht ham bor sotuvda. Endi paltarashga g'ishtlarga endi vodiy o'tyapti aka. O'shidan ammo shuni aytmoqchi edim, lekin hozir vodiyda 80%, 90% faqat paltarashga ketyapti. Paltarashga aka. O'zimizni eski standart g'ishtlardan voz kechilyapti, faqat paltarashga. Faqat paltarashga. Nimaga desalar, o'zlari ham aytib o'tdilar, ham millimetrgacha zo'r pishgan bo'ladi, ham uyingiz ko'tariladi, fasadingiz ichida bitib ketadi. Shunaqa aka. Alohida fasadga pul ham sarflanadi. Tezroq ko'tariladi standart g'ishtga nisbatan. Standart g'ishtga nisbatan tezroq ko'tariladi. Hamda aytib o'tganimizdek 10 mingta ketadigan joyga bu g'ishtdan 7 mingta, 6 mingta yutaveradi. Xuddi shunaqa. Keyin pachka holatda aka, hali baland etajga ko'targani, mashina kirmaydigan joylarga kiranda tushirib olsa bo'ladi. Ya'ni ko'p qavatli quruvchi akalarimizga ham ko'rib turganlaringdek upakovka holat juda udobli bo'ladi. Pogruzkaga ham, vygruzkaga ham, ya'ni tushirishga ham juda udobli qilib joylab qo'yishgan bo'ladi. Shunaqa aka. Xo'p, endi narigi tomondan bitta ko'rsatib o'tsak, qana jarayonda teriladi bular, ha? Buni qolgan jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi bu holat adashmasam pechkaga tayyorlash jarayoni. Pechkaga tayyorlash holati aka bu mana. Robotlar g'ishtlarni tayyorlab ketadi. Nimaga ko'p g'ishtlar mana asfalt yer svet bo'ladi-da, buningiz qoramtil, qora loyi. Bunga ko'mir qo'shilganning hisobiga qora aka. Ko'mir bilan kali qo'shiladi tuproqga. Bunga shunaqa.
O'shaning uchun zichligi, mustahkamligi yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Qarang, bitta Pashti odam ishlamas ekan, hamma yoq robot ekana. Hamma robotda Xitoylik mutaxassislar o'zi o'tiradi. Sifat buzilmasligi uchun aka. Undan tashqari qarang, bitta savol so'rayman. Ochilganlarga qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi aka. 1 yil bo'ldi. Adashmasam, vodiyni polni egallab bo'ldi. Shunaqa, xudo xolasa. O'sha aytib o'tganimizda, paltarash yig'ishni egallaganda, Armada zavodi haqiqatda hozir qayerga borsangiz Armada nimaga desalaring, birinchidan birinchi tushirmaslik uchun sifat birinchi o'rinda bo'ladi. Ya'ni bu g'ishlarni to'g'risi garantiyali sifatli bo'ladi. Endi ko'pchilik o'ylaydi-da, Toshkentdan u tomondagilar xarid qilmoqchi bo'lsa, filiallaring bormi? Aka, Toshkentda Ohangaronda bor, Samarqandda yana ochilgan zavodimiz aka. Ya'ni Toshkentdan ham, Toshkentga yaqin o'tadan qilsa ham bor. Vodiy bo'ylab sizlar. Bor, Vohaga ham bor. Vohaga ham ko'rib o'tganlaringiz Samarqandda bor ekan. Aka, o'rtacha dastavkasi nech pul bo'ladi mana? Hozir mana 1100 naval holati bo'lsa. Naval holati endi siz endi bilasiz o'rtacha hisob. Lokatsiya kilometrga qarab narx o'zgaradi, qo'shiladi. Lekin aka shopirlar bor-a? Shopirlar bor. Mashinadan muammo yo'q. Mashinadan muammo yo'q, xudo xolasa. Andijon, Namangan, Farg'onaga shunday chiqarib beriladi. Kelishilgan narxda yetkazib beramiz aka. Bo'ldi, kelishilgan narxlarda aytib o'tganimizdek 1100 naval holati bo'lsa, 1150 o'sha upakovkadagi holati. Quruvchi akalarimizga qanaqadir bonuslar bor, ko'proq ob'yomda. Yo bo'lsa usta akalarimiz ko'proq obyekt, prorab akalar bo'lsa, ko'p ishlatadigan bo'lsa, qanaqadir bonusmi, rag'batlantirishlar. Bonuslarimiz bor aka, aloqa chiqsa, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar. Mana shunaqa katta ob'yomda ishlayman, yiliga shuncha g'ish olaman, shuncha obyekt quraman desalaring, sizlarga yaxshi bonuslar qilib berishadi. Qilib beramiz aka, xudo xolasa. Pastda nomer qoldiramiz. Ijtimoiy tarmoqda barchasi bor. Undan tashqari zavodni rasmiy nomerini qoldirib qo'yamiz aka. Boshqa nomerga telefon qilib, boshqa sifatda yig'ish borib qolsa, unga Armada zavodda javobgar bermaydi. Shuning uchun rasmiy nomerga telefon qilsin. Rasmiy nomerga telefon qiladi. Mana biz rasmiy zavodda o'zida turibmiz. Har qanday savol javoblaringni shu nomerga telefon qilib bilib olsalaring bo'ladi. Qanaqadir ma'lumotni bermagan bo'lsa, ular aloqaga chiqinglar. Aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab dastavkalar kelishilgan narxlarda shunaqa paltarashga qishlarda xarid qilishingiz mumkin. Sog' salomat bo'ling.